Moskvada o'tkazilgan keng ko'lamli reydlar davomida yuzlab muhojirlar tekshirildi va 200 dan ortiq holatda qonunbuzarliklar aniqlandi. Ishlash uchun Rossiyaga ketgan muhojir oxir-oqibat qamoqqa tushdi. Keyin esa urushga yuborildi. Sankt-Peterburgda muhojir ayol politsiyadan qochmoqchi bo'ldi va bu harakat qariyb 2 yillik qamoq bilan yakunlandi. Vladikavkazda chiqindi mashinasida sodir bo'lgan portlash oqibatida muhojir ishchi halok bo'ldi. Moskvada oddiy janjal birgina musht bilan o'limga olib keldi va muhojirni og'ir jinoyat ishiga tortib qo'ydi. Davlat dumasida muhojirlar uchun ishlash va yashash ayrim sohalarda faoliyat yuritish qoidalarini yanada qattiqlashtirish takliflarini ilgari surildi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Moskvaning janubiy-sharqiy qismida profilaktik tadbirlar doirasida 241 nafar muhojir politsiya bo'limlariga olib ketildi. Natijada jami 226 ta ma'muriy ish qo'zg'atildi. 47 ta Rossiyada qonuniy yurish qoidalarini buzish holati, 15 ta migratsiya registratsiyasini buzish holati, 2 ta patentsiz ishlash holati va 34 ta holat deportatsiya bilan yakunlandi. Shuningdek, boshqa moddalar bo'yicha ham qonunbuzarliklar aniqlangan. Qo'shimcha holatlar reyd davomida 4 ta jinoyat fosh qilindi. Narkotik savdosi, transportni noqonuniy olib qo'yish, pora berish va qalbaki hujjatlar. Tekshiruvda 350 dan ortiq kvartira, 100 ga yaqin do'kon, 7 ta ovqatlanish joyi, 574 ta transport tekshirilgan. Hatto kichik qoidabuzarlik ham jiddiy choralarga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi xorazmlik yigit Rossiyaga ishlash maqsadida borgan va qurilishda ishlagan. Biroq 2022-yilda u narkotik bilan bog'liq jinoyatda aybdor deb topilib, 5 yil muddatga qamalgan. 2024-yilda u jazoni o'tayotgan paytda harbiy xizmatga jalb qilingan. Unga fuqarolik, yaxshi maosh, ertaroq ozodlikni va'da qilishgan. Shundan so'ng u harbiy shartnoma imzolab, urush hududiga yuborilgan. Janglarda u og'ir yaralangan. Keyinchalik O'zbekistonga qaytgandan so'ng uning harakatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi sudi uni jinoiy javobgarlikka tortib, 3 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu holatda noqonuniy harakat, qamoq va harbiy ishtirok bir-biriga bog'lanib ketgan. Oson pul yo'li ko'pincha jiddiy oqibatlarga olib keladi. Muhojir ayol politsiyadan qochmoqchi bo'ldi va bu harakat qariyb 2 yillik qamoq bilan yakunlandi. Lekin ayblanuvchi o'z aybini tan olmadi va quyidagilarni bildirdi. Avtomobil tanishtiruv belgilarisiz kelgan. Politsiya xodimlari o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatmagan. Uni mashinaga o'tirishga majbur qilishgan va u qo'rqib, bu shaxslar jinoyat sodir etishi mumkin deb o'ylagan. U mashina ichida tahdid va pul talab qilish holatlari bo'lganini aytgan. Sud uni aybdor deb 1 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qildi. 300 ming rubl tovon to'lashi belgilandi. Bunday vaziyatlarda politsiya talabiga munosabat va vaziyatni to'g'ri baholash hal qiluvchi ahamiyatga ega. 42 yoshli o'zbekistonlik muhojir ish vaqtida chiqindi tashuvchi mashinada sodir bo'lgan portlash oqibatida halok bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, chiqindi ichida portlovchi moddalar, ehtimol mushakbozlik vositalari bo'lgan va ular chiqindi siqilganda portlab ketgan. Portlash juda kuchli bo'lgan. Mashina gidravlik tizim uzilib ketgan. Ishchi esa voqea joyida vafot etgan. Tergov bu holatni oldin sodir bo'lgan yirik portlash bilan bog'lamoqda. Vladikavkazdagi noqonuniy mushakbozlik omborida 20 ga yaqin portlash bo'lgan. 3 kishi halok bo'lgan, 15 kishi jarohat olgan. Taxminlarga ko'ra, qolgan portlovchi moddalar oddiy chiqindi bilan birga tashlab yuborilgan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tekshiruv davom etmoqda. Bu holatda sabab beparvolik. Moskvada oddiy janjal birgina musht bilan o'limga olib keldi va muhojirni og'ir jinoyat ishiga tortib qo'ydi. Hodisa 10-aprel kuni Moskvadagi do'konda boshlangan. 31 yoshli o'zbekistonlik muhojir ishdan keyin do'sti bilan do'konga kirgan. Shu vaqt sotuvchilar va bir mijoz o'rtasida o'g'irlik gumon bilan janjal chiqqan. Muhojir vaziyatga aralashib o'sha odamga tanbeh bergan, lekin u qo'pol javob qaytargan va janjal kuchaygan. Og'zaki tortishuv tezda ko'chada davom etgan. Shu payt muhojir qarshi tomonga bir musht urgan. Zarba natijasida erkak yiqilib, og'ir jarohat olgan va halok bo'lgan. Hodisadan keyin gumonlanuvchi qochib ketgan va tashqi ko'rinishini o'zgartirishga uringan, lekin keyinchalik politsiya tomonidan ushlangan. Holat bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bir lahzalik jahl butun hayotni o'zgartirib yuboradi. 23-aprel kuni KPRF fraksiyasi migratsiya siyosati bo'yicha davra suhbati o'tkazdi. Unda qator yangi tashabbuslar muhokama qilindi. Asosiy takliflar quyidagilardan iborat. Patent tizimidan bosqichma-bosqich voz kechish, faqat tashkilotlar orqali ishga jalb qilish, ayrim davlat huquqni muhofaza qilish va boshqaruv sohalariga cheklovlar, ko'chmas mulk xaridiga mahalliy cheklovlar. Ayrim deputatlar muhojirlarni ta'lim, tibbiyot, umumiy ovqatlanish sohalaridan cheklashni ham
taklif qildi. Hozircha bu qarorlar qonun emas, lekin migratsiya siyosati bo'yicha umumiy kurs qat'iylashib borayotganini ko'rsatmoqda. Agar bunday tashabbuslar qabul qilinsa, ishlash imkoniyatlari qisqarishi, hujjatlashtirish tartibi o'zgarishi, ayrim sohalar yopilishi mumkin. Yangi qoidalarni kuzatib borish juda ham muhim. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.